Kecha yozib bir o'rtog'im tug'ilgan kunga borgandim. 1 soat o'tirdikmi, o'tirmadikmi, milisa bosib ketdi deylar. Povurlarni ham olib chiqib kelyapti. U tomonga qachon kirib olgan bilmayman. Qaysi eshikdan kirgan bilmayman. Bu kafening oldi tomondagi eshikdan ham kirib kelyapti. Orqadan povurlarni ham olib chiqib kelyapti Melisalar. Bilin, Melisa qizlar yomon urishar ekan. Bitta bola qochib ketayotgan edi, ushlab oldi. Bitta qorniga urdi, bitta oyog'iga urdi, oyog'ini tagiga bosib oldi. Xuddi kinodagidek urib qo'ydi. Bitta qiz ham qochib ketayotgan edi. Uni ashi bitta qiz oyog'ini tagiga bosib olgan bolani bir qo'li bilan qizni ushlab qoldi. Oyog'ini tagida bitta bola qo'li bilan qizni ushlab qoldi, qochib ketayotganlar. Bilin, Melisa qizlar urushiga og'zimni ochib qarab o'tiribman. Qo'rqayotgan joyim yo'q. Faqat qarab o'tiribman. Xuddi kinodagidek urishar ekan deyman. Biz O'zbekistonda ham shunaqa urishadimi Melisa qizlar? Keyin hammamiz dokument переварка qilishni boshladik-ku. Hammamizni mana qilib yerga yotasizlar dedi-da. Hayotimda birinchi marta shunaqa tushib qoldim Melisaga. Hayotimda birinchi marta. 5 yil deganda birinchi marta tushdim kecha. O'zi ham nechida bosdi? G'da 10larda bosgan bo'lsa, ertalabki 4-5largacha men отделda yurdimda. Kafedan o'zi ham bitta olib ketib, отделga olib borib, savol-javob, dokument переварка qilgancha soat ertalabki 4-5 bo'lib qoldim. Muzlab qaqshab qoldim. U ham yana uvazik mashinasi, reshotkali mashinasiga ortib qo'yar ekan odamni. Hali beri chiqmay kafening xo'jayini bilan gaplashyaptimi? It biladi. Muzlab qaqshab bo'lib qoldik. Orqasini qiplab qo'ygan. Uvazikda orqasi dahshat muzdek bo'lar ekan. Shaqirlab qoldim, qotib muzlab qoldim. Chiqolmaydi, biz o'tiribmiz kutib. Faqat biz o'zbeklarni uvazikka qamab qo'ydi, ruslarni bilmayman, nima qildi bilmayman. Men hali ichkarida nima bo'lgan chiqa qolmaydi-da. Biz qaltirayapmiz-da. Hech kim chiqmaydi. Baqarak desak yopiq. Oldi tomonda shopir bor yo'qligini ko'rmaysan. Uvazikni orqa tomoniga o'tkazib qo'ydi. Voy bilin dedim, tug'ilgan kunga kelmay men o'lay dedim. Hali ham dokumentlarim yonida edi. Yana o'tib ketib patentim to'laganim. Qo'rqib turibman. Patentim bilan registratsiyam bir-biriga vaqti to'g'ri kelmay hozir meni nima qiladi? Endi men nima bo'laman? Deport bo'lamanmi deb turdim. Keyin ADNga olib borib tekshirdi. Bitta tekshirdi. Borasam ham tekshirmaydi.